Zarina? Ey Xudo. Haliyam kelmadimi? Soat 6 bo'pti. Darsi soat 1da tugagan bo'lsa, qiz tushmagur qayerda yurgan ekan-a? Rostdan ham qiz bolaga ota kerakmi deyman. Meni qizim aynida oldin boshqacha edi. Hozir o'zgarib qolgan. Sumkasida bo'yanadigan narsalarni ko'tarib yuribdi. Tavba, shu paytgacha qayerda yuribdi? Yoki boshida jilovini bo'sh qo'ydimmikan? Ey Xudoyim, ey. Ha? Qayerda yuribsan? O'qishda, oyi. Yolg'on gapirma, soat nechi bo'ldi? 7 bo'lgan bo'lsa kerak. Darsing soat 1da tugagan. Kechki 7gacha ko'chada nima bor? Oyi, men haligi dugonalarim bilan yurgandim. Qanaqa dugona? Nimalar deyapsan? Men senga ko'cha sang'ishi ko'rsatib qo'yaman. Oyi, nima qilyapsiz? Bu nima qilganingiz? Nima ko'rasiz? Hayotni kaltagini yeguningcha meni kaltagimni yeb odam bo'lasan. Oyi, men hech balo qilganim yo'q. Men seni boqaman deb pol artib yursam, ertalabdan kechgacha yer tozalasam, seni Xudo biladi, ko'chama-ko'cha kimlar bilan sang'ib yuribsan. Uyating bormi? Xudodan qo'rqmaysanmi? Oyi, men yomon ish qilayotganim yo'q. Nima gulaman, oyi? Nimaga unda sochingni Dadam tushimga kirib, seni jannatdan umiding yo'qmi? Oxiratdan umiding yo'qmi? Allohga beradiganing yo'qmi, bolam?